Assalomu alaykum, kitobsevar kitobxonlar. Biz Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga yozuvchi va shoir Omon Muxtorning Uzun yo'lakdagi ikki kishi nomli kitobini o'qishni tavsiya etamiz. Taniqli adib, O'zbekiston Respublikasi san'at arbobi, davlat mukofoti laureati Omon Muxtorning ushbu kitobiga kiritilgan hayot kuzatuvlari, o'ylar, suhbatlar, xotiralar, tasvirlar yillar davomida Xalq so'zi, Turkiston, Tong yulduzi, Yozuvchi va boshqa gazetalar, Oila va jamiyat haftaligi, Sharq yulduzi, Tafakkur, O'zbekiston havo yo'llari kabi jurnallarda bosilgan. Ular ilk daf'a jamlanib, yaxlit holda e'lon qilinmoqda. Yozuvchi nozik chizgilar orqali butun bir davr insonlar qiyofasi g'aroyib antiqa voqealarni aks ettiradi. Kitob o'quvchilarga manzur bo'ladi degan umiddamiz. Aziz kitobxonlar, ushbu kitobni o'qishni xohlasangiz, bizning Ohangaron shahar axborot kutubxona markazimizga tashrif buyuring.